Kasbim hozirgi paytda yoshlar ichida birinchi Gollivud aktyori bo'lganman. Gollivudda o'sha Amerikani kino industriyasida tan olingan birinchi o'zbek aktyoriman. Kim tan olgan uni? Daftar bor, daftarni mana shu joyiga biz qaysi ishtirokchi 100% millioner emasligini yozishimiz kerak. Faoliyat haqida gapirmadingiz-da, keyin endi yolg'oningiz sal boshqalarga nisbatan o'xshamadi uncha. Xafa bo'lmaysiz. Endi bitta internetda qiziqib ko'rsangiz, kim yolg'onchiman yo siz. Bitta narsani aniq bilaman, jurilar endi ishonishmadi-yu, yolg'onchisan, endi rosa nima deyishdi. Edit qilib turib, o'zlari qo'yishadi Instagramda. O'shanda keyin gaplashamiz.